Nurbiya xanım menenki 100 ming koy pulun ele faqat bag olman diye bir şirketlen hemkarlaşımız en yuqarı oranga çıkarıp qama 300 ming koyluq mal verme, uçe buçe degende qaşta gap bilen 100 ming koy pulumni elip ketgan. Qaysam sizlar bilen to'xtamlashib sizlarni hemkarlashibdi. Şoňa şu pulumni berendik dep kelgendim Go'ar xanımni istep. Oy, kelsin. Bunda avvalları yaxşıman. Jilaqma, jitolma, jitolma. Kelsin. Bireş bamdı. Go'ar xanımni istep kelgendim. Go'ar xanım yo'qmda? Go'ar xanım ciddi bir iş bilen sepeye chiqib qoldi. O'xsal be'onim 5 kun yo'q bo'lib qoladi. Ista. Bir işim batdi. Go'ar xanım izimsem bo'lmaydigan. Bolduroq kelmablar 5 saat oldu taxmong'ili. Qanday işte men bo'lsam mandisirim bo'lar, men ajisi. Nurbiya xanımla hemkarlaşıp ketgansizlar, men sizlarninki zo'piningni ko'rgandim. Go'ar xanımdan hemkarlashganlik zo'pinni. O Nurbiya xanım menenki 100 ming koy pulun ele faqat bag olman diye bir şirketlen hemkarlaşımız en yuqarı oranga çıkarıp qama 300 ming koyluq mal verme, uçe buçe degende qaşta gap bilen 100 ming koy pulumni elip ketgan. Qaysam sizlar bilen to'xtamlashib sizlarni hemkarlashibdi. Şoňa şu pulumni berendik dep kelgendim Go'ar xanımni istep. Oynim deydi Allah. Yo'q, o Nurbiya xanım bilen biz hamda hemkarlaşdık, lekin unda pul elip hemkarlaşgan iş mo emas. Hem sizlar hem o Nurbiya xanımga 100 ming koy qaysi şirketga salaman dep algan, lekin o biz o to'g'rilikdan birinchidan xabarimiz yo'q, ikkinchidan hamda o xanım bilen pul berip biz hemkarlaşgan holatdimi, ham o pulni biz sizga qaytarib bersak to'g'ri bo'lmaydi, o'ylab baqsizlar. Yani biz onun bilen deyişdik, birinci o işkınla münasebetini biz bilmeyimiz, o adamınki 5 ay hizaqlıq emas, 5 ay hizaqı. Yani şuna boğan tadım o işkınlığın işi, bu bizning işimiz. Şuna sınlançı bu iş, sıl gayr mı ya? Qanday bolsa hamda o xanım mendan pul elip silaq beripdi. O emniyetde mening pulum. Mening pulum bolğankin silaq deymende hamda bersaň bol teşip pulni. Bunda desire to'g'ri olmaydi. Silmo bir 100 ming ko'yin haq qo'ymay bergandan bir tijorat qilayotgan odam. Endi u qarshi taraf bizdan hamkorlashiman deb birinchidan u pulni bizga bermadi. Men bizga faqat bir zo'pni ishlab bergan bo'lsanglar mening keynimdan töndirim batdi. Adab azroq parang bilan keptikin, biz shu zo'pni ras ishlab bergan. Ammo lekin unda pul ilim berim qilgan ish mo yo'q. Unda ish qilgan holatdimi? Lekin sizlar bilan bizningki anda pul ilim berim u pulni bo'lak odamdan elib sizga qaytarishimizning faqat yo'li yo'q ma tarafini tushunsizlar. Şuna endi sizlar xato kelib qoplanmancha. Bo'lsa Nurbiya xanımning o'zini izlab shu xanım bilan masalani hal qilmasira, o biz bilan masalani hal qilib bo'lmaylar. Albatta qo'l to'niydi. Nurbiya xanımga beriblar. Cho'qim Nurbiya xanımni izlashlar kerak. İzzet qanday qilaman-da. Men sizlarni beramki deb keptikanman. O xanım anlasam ashna bir qancha yaldim pul elib ashna qilgan yalim barkan, bosh qildim ag'an avval barkan. Şoňa men pulumni qaytarolay dep tikenledi. Şoňa men sizlarni beramdiki şu pulni hamda mening pulum bolğanken sizlarni alayımki dep kelgändäsli. O xanımni ya tapammayman, telefon qilsam almaydı, vishendimi jüytipdi. Hech qanday yerdan topamadım. Şu şirketlerden zo'pin chiqqan bolğanken mishani izlab kelgan. Vishindan qanday qo'rqmay jurib etganda 100 ming ko'y pulni elib, 100 ming ko'yni qo'lchilab berganmitlar. Qo'lchilab bergandim. O'zingga voy oqib berma, ko'qib berma, yo oqchi ko'kchi deb bek chiq va'dini berib olgan o pulni. Pulni bergan yer bir boshqa odam bor edi. Birinchidan biz endi o xanımning qo'lidan pul olmadik. Biz bu şeyga yig'lab menen ishga balam bor, men bek tanha oq ko'k deb kepga menen manda töndirim bor. Biz sizniki bek nima anglab kelgandim, men bir bo'lak shirkatda ismini ben oq olib ketdim, ko'k olib ketdim. Mushun bir yordam qilib men bir film ishlab bersanglar, kendik töndirim deb echirib mushu xizmatni qilsam deb ching turibdi. Biz mi qo'sholmasak endi yolvoriyverdi. Shundan edimgacha qilib ko'ngil bo'lgan top manda ishning borligi. Endi biz mi bilmay qoldik, siz vaqtida izlab eng yaxshi ishni bir taraf qilsizlar. Biz misal diqqat qilsak qo'ldiga o'xshaydi. Endi ko'ngil oyab bir tillik odam mana deb kasdaq yo'q degan olmaydi ekan qaylab turib, lekin bizga Nurbiya xanımniki qat'iy pul bergan ish yo'q. Qanday qilaman endi? Ista. Nereden tapaman izleyemiz o xanımni. Vaqtida shu ishni bir hal qilsajma. Bunun kelganchada bizning faqat amalimiz yo'q bo'lmasa, qo'limizdan kelishicha bir qilib bersak bo'ladi. Lekin bizim pul olgan ish yo'q. Pul olgan taqdirda qo'lni to'niydi o vaqt kelsa, shu xanım bilan biz deyishadigan ish chiqadi. Bo'libdi. Sizlarni avval qildim. Yo'q, unda deymizlar. Qapimizlarjma, faqat ahvol yo'q, ma qilamiz, qaytamlar. Mana men birden degan kun necha kun dilam keldi. Ma qiz bola berib qo'ygan bo'g'itdi.
Sepadiga demesek taqa bo'lmaydi. Qanday qilamiz endi? Jon. Bir telefon qilib boqay. Ada. Ne gerek keldim ufkam ketib boramsa? Ketib borma. Qaylaman ileti yo'qma bir aylan bizni izlab kelibdi. Nurbiyaga men pul bergandim. Mening pulimni ekleplamsizligi desmi hisobda, mening pulimni bermay bo'lak yer biz halimiz oq qipirim, ko'k qipirim degan men degan gapini amalga oshirib bermadi. Ansam nurg'a yerdan shunda pul ag'a ishi bor ekan, mening pulimni sizga ekilib beribdi ekan, mening shu pulimni sizga qaytarib beringlar deb. Bu qanday gap bo'lib ketdi bu? Sen qach Nurbiyaga xotin telefon qilib, "Xedim qanday gap bu? Haqiqat yo'q shirkatni izdigil turibdi" deb mamesini qach arib telefon qiliblam. Jon degan gapimiz mana hech kun qolmay bijdamdi keldi. Ma'qul. Jima? Edemden bishimni ortidan sen. Voy mening mingam qiyib ketdi hozir. Ma'qul. Ma'qul. Ma'qul xo'sh. İşim chiqib ketdi ekan.